Aniq bilaman, hozirda hamma qizlarning wishlisida aynan shunaqa cutie boxlar yoki hozirda trend bo'layotgan Mastery Jewelry jar bor. Va men esa bugun o'sha qizlar ro'yxatidan chiqdim desa ham bo'ladi. Oxirida aynan qaysi magazindan olganimni aytib ketaman. Tadam! 1 2 3. Mana qaranglar shirinligini. Keyingisi mana shunaqa asal abado. Bir qaraganda oddiy abado ko'rinadi, lekin mana bu detalga qaranglar sizlar. Shunaqa vintajniy stillarni yaxshi ko'raman-da o'zi. Keyingisi shunaqa stikerlar. Hozir stikerlarni ochib ko'rsam. Ko'pligini qaranglar. Rang tanlash so'rovdilar. Men pushtini tanladim. Shuning uchun hamma narsalar bu pushti rangda. Eng oxirgisi birinchi. Mana shunaqa. Mana shunaqa. Keyingisi seryoshkalar. Mana asalligini qaranglar. Keyingisi meni eng yaxshi ko'radigan aksessuarlarimdan uzuvchalar. Bularni qaranglar chiroyligini. Wow. Seryoshki. Keyingisi bo'yinga taqadigan. Bunaqa rezinka. Men har doim shunaqa rezinkalarni yo'qotib yuraman. Endi buni yo'qotsam gunoh bo'lsa kerak. Buni qaranglar asalligini. Hamma narsalarni men aynan shu profildan olganman. Sizlar ham o'tib bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Spoiler, admin 7 ta tilni bilar ekanlar, shuning uchun bemalol xohlagan tilingizda murojaat qilsanglar bo'ladi.